O'zbekiston Respublikasi Andijon shahri Ag'alar komandasi. Chetdi tundali. Olim akam o'qisqali. Agar bular bo'lmasa orqada yana boshqa qizlar bor. Nothing can stop me. I'm all the way. Hozir kiyim almashib qoladi deb o'yladinglar. Bizning kiyimimiz posta qolib ketdi. Assalomu alaykum azizlar, qarshingizda yarim stavka o'shga ishga kirib olgan jamoa. Olay jamoasi. Bolalar, keling shu yerda o'tirganlar bilan ma'noli kofiyalik qilib salomlashib olamiz. Oldi, men boshlab beraman. Assalomu alaykum qora ko'zlar, jigarrang ko'zlar, ko'k ko'zlar va menga o'xshagan to'rt assalomu alaykum. Instagramda boti bor, bankda 10 million shoti bor, yuragida o'ti bor, orqasida bankomati bor. Assalomu alaykum. Et talab turganda telefonini blokirovkasi betiga ochilmayotgan qizlar. Kamroq bo'yaninglar, bunaqada tuqqan apalaringni ham tanimay qo'yarsizlar. Ya assalomu alaykum. Postdan o'tishimizga og'alar deb biz o'zi shaxsan o'zi quchoqlashib, restoranlarga borib yurgan. Gazlisaga joylab, aylantirib, Sulaymon tog'a olib chiqib, u yoqqa borib, aylantirib yurgan O'shti meri. Enangni eri. Bizni bunaqa qilib kutib olmadi-yu. Bitta narsani bilib olsin O'shti meri. Mana shunaqa qilib o'zi kutib olmaguncha biz mana shu yerga kelaveramiz. Assalomu alaykum. Bolalar, yangilik bor. Men karantinda uylandim. Jam, oldin bular bilmaydi. Karantin faqat bizda bo'ldi. Karantin tushuntirish kerak bular. Koronavirus tushuntirib bor. Mana koronavirus bor, hammamiz jonimizga. Koronavirus bor, mana mashaqqa keldi. Keyin mayoqqa keldi, tan bilmay qoldi. Keyin mayoqqa keldi, hid bilmay qoldi. Keyin madamni chiqib. Xullas karantinda uylandim. Hop. Jangilik bormi? Yangilik. Jangilik bo'ldimi? Qanaqa jangilik? Shoh bu yoqqa. Chiqar. Jangilik. Bo'ldimi yo'q? Qanaqa jangilik? O'ziga ko'rsin bu yoq. Jangilik. Qanaqa jangilik? Engashkin. Engashkin to'sib olyapsan, nima? Qanaqa bo'ldimi yangilik? Uni aytyapsizlarmi? Men karantinda uylandim-ku. Bizda hali ham araliq distansiya. Distansiyani qo'yib tur, seriozli ish bo'lib qoldi-da. Men jigitlar o'tiribdi. Men jigitlar sizlarda ham bo'ladimi haligi? Kvartira topilganda qiz topilmay qoladi, qiz topilgan. Nima deyapsan? Nima deyapsan? Men uylanaman deb kvartira istab yuribman, qiz bor kvartiraga. Mana qiz topdi endi kvartira. To'xta, bitta gap. Bu bizni tasvirga olayotgan, videoga olayotgan Asad Production deb gapim bor. Mana. Hurmatli Asad Production. Bilaman sizlarga buyruq bo'lgan. Yaxshi kadrlar qil degan buyruq bo'lgan. Shuning uchun hadi mono kadrda olavermanglar. Bizni ham olinglar. Bolalar, mana biz Qirg'izistonga keldikmi? Biz qirg'iz tilini bilamiz. Mana men boshla. Shaxsimi sizlar? Sulu qizlar. O'ldingmi dading? Ulantaus! Hatri! Assalomu alaykum, akaxonlar, yaxshimisizlar? Tuzingizda bemalol behijolat gapirilaveradi. Qirg'iz tilida gapiring. Bitta narsani bilib ol. Biz qirg'iztonlardan qardosh xalq hisoblanamiz. Ular o'zbekchani, biz qirg'izchani juda yaxshi tushunamiz. Bolalar, shu yerda suluv qizlarni ko'rib suygan qizim esimga tushib ketdi. Men suygan qizimni sigaretga o'xshataman. Sigaret birpasda tugab qoladi. Sotib pachkada 20 ta bo'ladi-yu. Sigaret? Unda men suygan qizimni nasga o'xshataman. Nas achchiq-ku. Achchiq bo'lsa ham chekib olganingda birov kelib chekishaylik brat deb edi. Jigitlar, yo'ma burgerga gap yo'q. Nimaga? Boshqa gap topolmadim.
Yigitlar, men sevgan qizimni o'zimga o'xshataman. Sevgan qizing xunuk-ku. Menchi, Voy, hey. Yigitlar, kadr jarmati biz bu yoqqa ag'alar iltimos kelib chiqib beringlar deb iltimos qilib chaqirgan. Esalomon ketib olaylik, turjang. Xullas kalom, o'shga 1 yilda 2 marta kelmasa ko'yni joyiga tushmaydigan og'alar jamoasi biz. Ketdik! Og'alarni sog'ingan qirg'izistonliklar, assalomu alaykum! Bizda alqachi ko'rinish, uy buludagi o'zgacha bir ko'rinish, qarangiz. Mashammish menga. Ey, atanim Arman. Assalomu alaykum, atasi, yaxshi keldingizmi? Ishlarda ishlab, sekretarlarga ko'zlaringizni qisib, Instagramdan podpiska tashlab, meni mensimasdan TikTokga kirib, men ishlayveraman, mashqqa tug'ilganman men. Men shunga Ey, ishdan charchadim. Deyavermagan. O sotuvimni o'chirib oldim, sotganmi? O damashli telefon qilishsa, meni yo'q de. Meni yo'q de, hop. Telefon borda. Yo'q de. Alo, erimmi? Erim uyda. Az keldi uyda. Oy, yo'q de. Yo'q de deyapti, mana shu yerda. Ey. Xotin sudga qilma, yo'q de. Xotin sudga qilma, shitda. Sheda. Oy, yo'q de deyapman senga. Oy, yo'q de deyapman deb deriskilashyapti. Oy, yo'q de meni. Voy, siz hech kim so'raga uyda bugun kelmang, uyda. Ulan Tavus, sizlar dishli ko'rinish, tishinda qitig'i bor yigit, tomoq tonsa qanday bo'ladi? Qarangiz. Meni ovqatimmi bu? Hamma yo'q yig'ishtirib chiroyli qilib qo'ylar. Aka tinchlikmi? Shunga qitig'im bor, ovqatlansam kuning. Erkaksan, chiroyli o'tir, ukam aytdi. Nima u? Ulan Tavus, hozirgi kunda O'zbekistonda ham, Qirg'izistonda ham internetda blogerlar juda ham rivojlanib ketdi. Keyingi ko'rinish internetdagi blogerlar uy bulosi, qarangiz. Dadasi. Menga qarang, ana o'g'lingizga tushuntiring. Ko'cha yuravermasin, bir ishni boshini ushasin, bir ishli bo'lsin. Assalomu alaykum. Mana qarang. Aya, dada, salom berma. Nimaga onangni nasrini bo'g'yapsan? Hurmatli podpischilar, mana otam so'kiyapti meni, o'z o'g'lini. Yig'ishtir. Otasini syomka qilyapti, ko'ryapsizlar. Tarqatyapti. Lentaga yozib qoldirib, like bosinglar. Kommentariyada. Assalomu alaykum, mana meni erim, mana o'g'lim. O'z ota bolalari bir-biri bilan tortishyapti. Shuni kommentariyada javobini kutib olaman sizlardan. Qo'shnilar nima gaplar? Ulan Tavus, chashtarashdan o'zgacha bir ko'rinish, qarangiz. Assalomu alaykum. Shogird. Ke, Alloh, ke. Labi. Menga qara. Agar klient kelib qolsa, o'zing hal qil. Assalomu alaykum, do'stim. Iye, do'stim. Yaxshisizmi? Rahmat. Bizga xizmat. Sochim bilan soqolimni oldirishim kerak. Oh, mana shogirdga tayinlab turibman. 10 daqiqada, 10 minutda kelib men o'zi olib turadi. Hop, shu yerdaman. Ha, kelaman. Assalomu alaykum. Sen soqolni olib turgin, ustidan sochgacha yetib keladi. Bo'ldi, o'zim Bir chekada bo'ldi. Chiroyli qilib o'zim. Chiroyli qilib ol. Uzr, kesib oldim. Voy, nima bo'ldi? Kesdi-da. Qayeringizni kesdi? Nima, kesdingmi uni? Uzr, usta. Meni do'stim bo'ladi, nima kesding? Yo'q, uzr, kechirasiz. Men buni nomidan uzr so'rayman. Keling. Oshnam dedim, sen nima kesasan? Uzr. Do'stim dedim, kesmagin, tushundingmi? Bu usta. Men uzr so'rayman. Unaqa kesmagin, qattiq tegdim. Juda qattiq tegdim, ha. Uzr. Kesma jonka, qattiq tegdi. Uzr. Kechir. O tarafda olma, o tarafda. Uzr. Jahli tezda ozgina. Kechirasiz. Qaytarma bir joy. Uzr. Voy, iplos. Uzr. Aytibsan omoni. Oshni qayerda kesdi? Nima kesding, mon? Uzr. Do'stim bo'ladi dedim, nima kesasan? Oshni o'tiring. Men uzr so'rayman, o'tiring. Kesma. Uy. Usta. Bo'ldi, endi kes.
Jaxshilab bag'in, hop, jaxshilab bag'in. Kimnidir o'lgisi kelsa, mana shu sartaroshxonaga kelsin. Uzr. Ma'da oldin yetadi. Ma'da uyda o'zim olaman. Chekadan boshla. Xo'p bo'lar. Kesmadi kim uyga yomon tegyapti. Xo'p bo'lar. Uzr, shunaqa jahl tezda. Uzr, qulog'ingizni uzib oldim. Jim, musorga tashlab qo'y, uni bilmasin. There won't be one more time, so we gonna do this tonight. There won't be one more time, so we gonna do this tonight. There won't be one more time. Rahmat azizlar, biz chiqishlarimiz so'ngini bir rivoyat bilan tugatamiz. Kunlardan bir kuni bir ustoz shogirdiga bir tilik qovun so'yib uzatibdi. Shogirdi haligi qovunni mazza qilib yebdi. Buni ko'rgan ustoz ikkinchi tilik qovunni so'yib yana shogirdiga uzatibdi. Shogirdi haligi qovunni ikkinchi qovunni ham mazza qilib yebdi. Uchinchi marta so'yib berganida haligi shogird haligi qovunni shunaqangi ishtaha bilan yebdi. Ustozini o'zi ham ushbu qovundan yegisi kelib ketdi. Keyin o'zi ham so'yib yesa haligi qovun shunaqangi achchiq ekan. Keyin shogirdiga savol berdi. "Ey shogird, bu achchiq qovunni qanday yeding?" desa, aqlli shogird shunday degan ekan. "Shuncha yil yoningizda yurdim. Yaxshi kunlaringizni ko'rdim. Shirin narsalaringizni yedim. Bitta achchig'ingizga chidolmasam, qanaqa shogird bo'ldim" degan ekan. Bu gapimiz bilan nima demoqchimiz? Haligi ustoz qovunni chilik joyini yeb qo'ygan ekan. Behijolat toshlar